kaptar, mana chinni kaptarni tarixda Boburnamada kelingan shunaqa xotorlari bor. Umar Shayx Mirzo Andijon kaptariga qiziqqan. U Boburnamada ham chinni kaptar deb kelingan. Ash chinni kaptar mana shu zot bo'ladi. Chinni kaptar mana shu bo'ladi. Bu modasi mana bu nari shakli. Ha, bu nari, bu modasi. Bir par. Sizlarni qopqonliklariga sal Ha, qopqon chinni deydi buni. qopqon chinni deydi. Bizda chinni kaptar. Bizda chinnilarimiz mana tegiga o'tib ketadi-ku. Mana buni tegiga o'tib ketgani chinni deymiz biz. Buni mana tegi kesilgan bo'lsa, qopqon chinni deymiz. Chiroyli kaptarlar gap yo'q, lekin bozoriga gap bo'lishi mumkin emas. Salqin, cho'tki mana kalavatlarni qaraydi mana. Ham bu yo'llarni ham olib qo'ying. Yo'q, o'rmon ekan, tayga o'rmonlar yo'q mana bu yo'l. Hozir telefonda juda yaxshi ko'rinmaydi-yu. Shu yerdan ayu, sherkir, hamma narsalarni Bo'ri bosar. Kelasi kelishinglarga xudo xolasa mana bu yoqqa choyxonalar bo'ladi. O'rmonni ichiga. O'zga sharoitlarni lekin pullarni dahshat ketyapti hozir. Rosa maza qilib men Bir 200 ming dollar shunda bitta otib yuborsanglar ancha nimadir bo'lib ketadi. shunaqa bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga omad, charchamanglar, yaxshi bolalar ko'payaversin.